o'zingning go'zalliging, ulug'ligingga munosib beadad hamd va sanolar bo'lsin. Ya Robbi, bizlarning qadamlarimizni mana shunday Makka mukarramaga, eng muborak zaminga, sen yaxshi ko'rgan zaminga, oyatlaring nozil qilgan zaminga qadamlarimizni yetkazding. Ya Robbi, bizlarni sharaflantirding. Ya Robbi, o'zingga hamdlar aytamiz. Sen bizga mana shu ne'matni berganing uchun har qanday go'zal hamdlarga loyiqsan. O'zing Qur'onda maqtaganingdek maqtovlarga loyiqsan. Ya Robbi, bizlarning ham maqtovlarimizni qabul qilgin. Farishtalar senga maqtov aytayapti, ya Robbi, ularning qatorida biz ojiz bandalaringni ham maqtovlarini qabul ayla. Bu muborak zaminga kelyapmiz, ya Robbi. Biz juda ham xijolatdamiz, gunohlarimiz ko'p. Shuncha gunoh bilan kirib kelyapmiz. Umidimiz hamma gunohlarimiz mana shu yerda kechirib yuborgan. Zurriyotlarimiz gunohini kechirib yuborgan. Ota-onalarimiz gunohlarini kechirgan. Vafot etgan ota-onalarimiz ya Robbi gunohlarini kechirgan. Ularni joylarini jannatda qilgin. Qabrda azoblamagin. Ya Robbi, hammalarning makonlarini xos so'raymiz. Vafot etgan mehribon ota-onalarimizni qabrlarini jannat bog'laridan qilgin. Ularni jannatga kirishlarini nasib aylagin. Holi hayotda yashayotgan mehribon ota-onalarimizga go'zal umr bergin. Ko'p yillar xizmat qilishimiz nasib aylagin. Zurriyotlarimiz solihlardan qilgin. O'g'illar, qizlar, nabiralarni taqvodorlardan qilgin. Ya Robbi, yaxshi insonlar bo'lishini nasib aylagin. Bu joyda barcha hojilar ibodat qiladi. Ya Robbi, haj amalini bajaradi. O'zing oson qilgin. O'zing qabul qilgin. Ya Robbi, hajji mabrur qilgin. Mukofoti jannat bo'lishini sendan so'raymiz. Ya Robbi, jannat qilgin mukofotini. Qiyomat kuni foydamizga hujjat qilgin. Ya Robbi, o'zingdan so'raymiz, bu makonlarda nimaiki duo qiladigan bo'lsak, hammasini ijobat aylagin. Ka'balarning oldida qilingan duolarni ijobat aylagin. Tavoflarni qabul aylagin. Safo marvalarni qabul aylagin. Umralarni qabul aylagin. Ya'ni takror kelishimizni o'zing nasib aylagin. Kelolmagan insonlarga ham kelishlarni o'zing nasib aylagin. Ya Robbi, bu joydagi barcha mu'minlardan o'zing rozi bo'lgin. Ya Robbi, qalblarimizda o'ylab turgan maqsadlarimiz bor, niyatlarimiz bor, duolarimiz bor. Ya Robbi, eng go'zallariga, o'zing rozi bo'ladiganlaringga o'zing bizlarni muvaffaq aylagin. O'zing kechir, o'zing afv et. Qiyomat kunida payg'ambarimiz alayhissalom halqalarida tirilishimiz nasib ayla. Bu Makkada bo'lgan barcha voqealarni jannatda Rasulullohning o'zlaridan eshitishimizni ya Robbi o'zing nasib aylagin. Ya Robbi, loyiq bo'lmasak-da jannatda Rasulullohga qo'shni qilgin. Ya Robbi, o'zing fazling keng, rahmating keng zotsan. Mana shu niyatlarimizni o'zing eng go'zali bilan yetkazgin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum. Allah razı olsun. Amin. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك